وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. يا مكة يا مكة ما أبهى لقيانا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين رحمة للعالمين. Hürmetli qarindoshlar, biz mana bu ulug' oylarda haqqasanlarning samiga mushu oylarda bo'ladigan eng ulug' ibodatlarning qatoridan islomning 5 prinsipidan biri bo'lgan haj ibodatini tunishtirishni to'g'ri topdik. Alloh subhanahu va taolo ziminlarning orasida Mekkeni, Madinani ulug' qildi. Oylarning orasida haj oyini ulug' qildi. Mana bu oylarda dunyoning har qaysi joylaridan tuman musulmonlar İbrahim alayhissalomning ovoziga ovoz qo'shib, Allohning xoni kabus bo'lgan uylariga qalbinlari talpinib, Allohningki rizosini istab taraf-tarafdan keladi. Shuning uchun Rasul akram sallallohu alayhi va sallam sizlar sharoitinglar yor bergan hamon hajga oldiranglar deydi. Yana bir hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shunda deydi, Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhudan naql qilib, Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu naql qilib shunda deydi, Alloh subhanahu va taolo mundaq degan: Inna 'abdan ashahtu lahu jismah wa wassa'tu alayhi fil ma'ishah tamdi alayhi 5 a'wam la tafidu ilay la mahrum. Allah subhanahu wa ta'ala shundaq deydi, men bandamning tinini salomat qildim deydi. Uningga rizq berdim. Shunda turug'liq 5 yil o'tib ketdi, yana meningki baytimga kelmamdi deydi. Mening qashimga kelmamdi, ya'ni haramga kelmamdi. Undaq odam la mahrum, chuqum mahrum, ya'ni bir narsadan quruq qolgan, muhim erishadigan narsadan quruq qolgan odam deb Alloh subhanahu va taolo shundaq deydi. Hurmatli mu'min musulmon qarindoshlarim, sizlar 6-4 tangini sarf qilib, 4-5 kun vaqtinglarni sarf qilib, Alloh subhanahu va taolaning baytiga kelib, nomuamal daftarlaringdagi bütün gunohlarni yuyib, nomuamal daftaringlarni bütün savoblik ajrlar bilan to'shqizib, bir sabilacha, sabiy kichik boboq bolaninki pokligida uyga qaytishni xohlamamsizlar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shundaq deydi: 3 odam bor. Bu 3 odam Allohning kapolatida bo'ladi deydi. Birinchisi uydan masjidga chiqqan odam deydi. Ash uydan masjidga minib kirgicha Allohning kapolatida bo'ladi. Ya'ni bu odam shu
asnoda shu jarayonda bir xatarga uchursa, Alloh subhanahu va taolo buni jannatga kirdi degan gap. Chunki Allohning kafolati degan gap. Ikkinchisi Alloh yo'lida jihadga chiqqan odam. Uchinchisi haj qilman deb uydan chiqqan odam. Mana bular ta ash uydan busuğusdan atlab, yana shu busuğus qaytib kelgichilik Allohning kafolati bo'ladi deydi. Biz do'stlar o'zaro bir xapılışib qalsaq, o'zaro ko'nglimizni bir-birimizni og'ritib qo'ysak, yoki shu do'stimizga qisqa uchur yo'llash bilan yoki darhol telefonni qo'limizga olib telefon qilish bilan u do'stimizning bizni kechirib o'tishini, o'zimizning xatolik qilib qo'yganligimizni, do'stligimizning davomlashishini arzu qilib telefon qilamiz. Ammo bu do'stimiz bizning aziz do'stimiz ekan, qadridan jonijon do'stimiz bo'lsa-chi. Biz shu do'stimizning qishig'i nada bo'lsa shu yerga berib, uydan tepib, uningdan ashu yuzma-yuz kechirim so'ramay turib, qalbimiz xotirjam bo'lolmaydi. Alloh subhanahu va taolo buyukdir. Shuning uchun biz Allohning Ka'basiga boramiz. Nima uchun haj qilamiz? Mana bu misoldan tushunib olasizlar. Endi men hozir sizlarning saminglarga mush hajning faoliyatlarining naqadar bizga ajr savobni apkildiganligini bayon qildigan bir hadisni bayon qilishdan burun yana bir qisqag'in temini saminglarga salaman. İbrahim alayhissalom xoni Ka'bani İsmoil alayhissalom bilan sog'andan keyin Alloh subhanahu va taolo İbrahim alayhissalomga xitob qilib, "Ey İbrahim, sen kishilarni hajga chaqirgin" dedi. İbrahim alayhissalom, "Ey Robbim, mening ovozim nagim yeta, qanchalik odam angla" debdi. "Sen chaqir, qog'ini menga" dedi. Shuning bilan İbrahim alayhissalom bütün insoniyatni hajga chaqirdi. Ondan keyin İbrahim alayhissalom Allohga duo qilib, "Robbana inni askantu min zurriyati biwadin ghayra zi zar'in inda baytikal muharram. Robbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim." Yani Allah subhanahu wa ta'alaga dua qilib, "Ey Robbim, mushu haraminga nurg'un odamlarning qalbini talpindigan yumush haram kildigan qilib bergin" deb duo qildi. Ammo hozir biz Uyg'ur musulmonlar hajga berishda ajoyib to'salg'ularga uchraymiz. Biz bir shaxsning, bir kollektivning cheklishiga uchurmayotimiz. Dunyodagi cho'ng davlatlarning qatoridan o'rin olgan bir davlatning cheklamishiga uchrayotimiz. Ya'ni 10 necha yillar bo'ldi hajni cheklayotdi. Yak haj qilmaysan, ana qilmaysan, mana qilmaysan deb mu'min musulmonlarning hajga bo'lgan ehtiyojini qondirmayotdi. Lekin biz har yil hajga borsak, necha minglagan Uyg'ur musulmonlarning Mina Arafatlarda o'ltirganligini ko'ramiz. Allohga zar yig'lab, Alloh subhanahu va taolaning rizoligini tilovat qilganligini ko'ramiz. Sen bu yerda nima demoqchi degan vaqtida biz mu'min musulmonlar mush duodan iborat eng kuchli qurolni haj jarayonida unutilib qolmasligimiz kerak qarindoshlar. Bo'libmi Arafatlarda, Minalarda, Ka'bani tavob qilgan vaqtida, Hajarul Aswadni so'ygan vaqtida, mushu Safa Marvada biz duoga faqat sal qilmasligimiz kerak. Men hayron qolaman qarindoshlar. İbrahim alayhisalom Allohga duo qilib, "Ey Alloh, ularni musulmonlarni haramga akib dedi."
o'zini atom yasagan davlat, iqtisodiy jihatdan eng kuchli davlat, soniy jihatdan eng nüfus soni ko'p davlat degan bir davlat to'sdi-yu, lekin Ibrohim alayhisalomning duosi shu davlatdan kuchli keldi. Mana bu nuqtani sizlarning saminliga sep qo'yishni to'g'ri topdim. Hamda men sizlarga mush haj babida mush hajning ajoyib katta bir ibodat ekanligini bayon qilib beradigan bir hadisni huzuringizga sunmoqchi. Bu hadisninki Uyg'urchasini deyman, chunki hadisninki tekstni uzun. Bu hadisni Ibn Umar radhiyallohu anhu naql qilgan. Men Rasululloh bilan Minaning masjidda o'ltiratdim deydi. Ibn Umar radhiyallohu anhu men Minadagi masjidda Rasululloh bilan birga o'ltiratdim. Ansarlardan bir odam, ya'ni Madina fuqarolaridan bo'lgan ansarlardan bir odam, Saqifdan bir odam kelib Rasulullohga salom qildi. Salom qilib bo'lgandan keyin, ey Allohning payg'ambari, biz sizdan ba'zi savollarni so'rash uchun keldik debdi. Rasululloh javob berib, agar xohlasanglar men sizlarning nima savol so'raydiganligingni deb beraymi? Yoki o'zinglar so'rasanglar mayli, lekin men sizlarning mishakilib mendan qandoq savol so'raydiganliginglarni men deb beraymi debdi. Bu ikki kishi, ya Rasululloh, bu shunday qilsa iymonimiz texim chiqib ketsin dedi. Shuning bilan Rasululloh sizlar dedi. Mush biz uyimizdan haj qilamiz deb chiqsak, haramni maqsad qilib, haj qilishni maqsad qilib chiqsak, bizga nima bor, ya'ni qaysi ajr bor? Ka'bani tavob qilib, xoni Ka'bani tavob qilib, 2 rakat namoz o'qisak, buchu. Safa Marvaning o'ttirsida sa'i qilsak, buningga nimaga erishimiz? Arafat tutsaqchu, shaytonga tashassaqchu, shaytonga tashatib bo'lib Alloh rizoligi uchun haj qurbonligini qilsaqchu, beshimizni tushsakchu, ondan keyin xoni Ka'bani tavob qilsaqchu, zodi mushni qilsaq bizga nima bor? Shuning ajr savoblarini erishadigan narsaning nimaligini so'rab keldinglarmi? Rasmi debdi. Vallahi Alloh bilan qasamki, rasmdan mushni so'rg'ili kelgan dedi qarindoshlar. Shuning bilan Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam javoban, ya'ni ular vallazi ba'athaka bil haqq an haza ji'tu as'alak. Seni payg'ambar qilib avatgan zot bilan qasamki, men faqat mush masalalarni so'rg'il kelgan debdi. Buning javoban Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam bundoq javob berdi. Iza kharajta min baytika ta'ummul masjidal haram dedi. Sen uyingdan xoni Ka'bani tavob qilish, haj qilish, mush niyat maqsad chiqsang deydi. Seninki to'gan shundoq bir qadamini qo'ydi ekan deydi. Buningdan yoki sen shundoq bir qadamni qo'ydi ekansan, ish qilib bir qadam miqdorida, ya'ni bir odam bir qadam mangsa qanchalik masofani bosadi, sen bu masofani mayli mashina bilan bos, mayli aeroplan bilan bos, shu bir qadam mangsang Alloh subhanahu va taolo deydi, sana bir ajr yozadi, bir gunohingni kechirib o'tadi, darajangni bir daraja ko'taradi. Ammo tavobdan keyin maqomi Ibrohimda 2 rakat namoz o'qisang, Alloh subhanahu va taolo sana mush Ismoil alayhissalomning avlodidan bir qulni ozod qilib ajrni beradi. Safa Marvada sa'i qilsang, sana mush 70 qul ozod qilganning ajr berildi. Ya Allah, nima degan katta ajrlar qarindoshlar bu.
bu 70 qo'lni ozod qilish uchun nurg'un oltin kumushlar ketadi. Ammo Alloh subhanahu va taolaning fazli, Alloh subhanahu va taolaning rahmati bilan bu hajning mushundoq katta ajr savoblari bor. Shuning uchun Rasul akram sallallohu alayhi vasallam taajjalu bil hajj. Sizlar hajga oldiranglar. Sizlarningki pulinglar yo'qolib ketishi mumkin, sog'lom badaninglar kasal bo'lib qolishi mumkin deb Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bizni hajga oldiratgan qarindoshlar. Ammo Arafatni tursang deydi. Allah subhanahu va taala bu Arafat kunsi birinchi qavat osmonga tushadi. Va Arafatdagi kishilar bilan shu kishilarning iltijosi, shu kishilarning duosiga qarab farishtalarning oldida Alloh faxrlandi deydi. Ya Allah. Mana bizdak bir bechora insonlar bilan ash Arafatdagi hojilar bilan Alloh faxrlandi deydi. Demak, biz Allohni faxrlandirgudek ish qilaladik degan gap bu ajoyib mislsiz bir ajr savob degan qarindoshlar. Allah subhanahu va taala nima deydi qarindoshlar? Ibadi ja'uni sha'san min kulli fajjin amiq yarjuna rahmati. Mening bandalarim yer sharining ash o'yman do'ng jiroq yaqin joylardan musafir bo'lib, chashlari chuvilib, mushundoq yuzlari chang tuzang holatda mening rahmatimni umid qilib keldi deydi. Bularning maqsadi shu. Navoda ularning gunohi mushu qumlarning sonidak bo'lsa, yoki osmondagi yomg'ir, osmondan yaqqan yomg'irlarning tomchisining sonidak bo'lsa-mu, yoki dengizning ko'pigidak bo'lsa-mu, men uni chuqum kechirib o'taman dedi. Ya Alloh qarindoshlar. Ya Robb, ey Robbim, sening birligiga iymon etgan, Rasulullohning payg'ambarligiga iymon etgan har qanday bir mu'min musulmonni bu xoni Ka'bani tavob qilishdan, Arafat turib san iltijo qilishdan hargiz mahrum qilmagin. Ya Alloh qarindoshlarim, bu nima degan gap? Navoda bularning gunohining soni qumdak bo'lsa-mu, yoki osmondagi yomg'irning tomchisidek bo'lsa-mu, yoki dengizning ko'pigidek bo'lsa-mu, la ghafartuha, chuqum albatta kechirib o'taman. Afidu ibadi maghfuran lakum. Ey mening bandalarim, sizlar gunohinglar kechirilgan pak-pakiz holatda Arafatdan meninglar deb o'ztib qo'yman deydi qarindoshlar. Ya Allah, ya Allah. Ya Robb, ya Robb, bu hadis bilan xush bishorat bergan Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga, joni suyumli payg'ambarimizga sonsiz durudlar bo'lsin. Va mohiyatda mushundoq fazli karamning egisi bo'lgan suyumlik, ulug'lig'ini, kattalig'ini tasvirlab bo'g'ili bo'lmaydigan, his qilibmi, his qilib bo'g'ili bo'lmaydigan, takomul, mukammal qudrat, kamolat egisi bo'lgan Alloh subhanahu va taolaga Allah o'zi suydigan ravishda, o'zi rozi bo'lgan ravishda cheksiz madhilar hamda sanalar bo'lsin qarindoshlar. Ey bandalarim, sizlar Arafatdan gunohingni kechirilgan holatda qaytinglar. Sizlar emas, sizlar duo qilgan insonlarning gunohini kechirib atdim deydi. Ya Allah, Arafatda turib, ey Allah, ota-onamning gunohini kechirgin, yaqinlarimning gunohini kechirgin, qarindoshlarimning gunohini kechirgin, ey Robbim deb qarindoshlarimizni duo qilsak, musulmonlar duo qilsak, Robbimiz nima deydi ekan? Voy, silni kechiryaptim va sil duo qilgan kishilarni kechiryaptim deydi qarindoshlar. Ya Allah, ya Allah.
afidu ibadi maghfuran lakum va liman shafa'tum la. Sizlar gunohinglar kechirilgan holatda va sizlar menga mendan gunohini tilgan odamlarning gunohini kechirilgan holatda sizlar Arafatdan tushinglar deyildi qarindoshlar. Ammo deydi. Ammo sening shaytonga tosh atqaningga kelsak deydi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Sen atqan har bir toshning barobariga seninki cho'ng gunohi kabirlaringdan bir gunohni kechirma deydi. Ya'ni biz o'ylab boqili, ash 3-4 kun turish jarayonida 70-80 toshni atimiz, mush toshning har bir toshning barobariga minal mubiqat deydi. Ash azobni bizga vojib qilib etadigan yoki bizni Allohning nafratiga uchirtiradigan yoki bizni halokatga olib boradigan cho'ng gunohi kabirdan birini bir tosh atqining barobariga kechirib o'taman deydi. Ammo sening haj qurbonliqing masalasiga kelsak, buning savobini men saqlab qo'yman deydi Alloh. Buning savobini sen so'rama. Bu qiyomat kunsi men alohida qilib buni ben bankaga sep qo'yman. Buni yushurun alat sen sep qo'yman, chunki buning savobini bir Alloh biladi deydi qarindoshlar. Ya Allah, ya Allah. Ey Rabbim, ya Rabbim, haramingni ko'rishdan, Beytullohni tavob qilishdan, Arafatlarda sana iltijo qilishdan mahrum qilmaysan. Meni bo'lsin, meni söygen qarindoshlarim bo'lsin, tuqqanlarim bo'lsin, barliq mu'min musulmonlarni shu Arafatda turib, mushu sening mush ajringa, mushu savobinga erishishdan hargizmi mahrum qilmaysan, ey Rabbim. Ammo deydi, sening shaytonga tosh etib bo'lib, qurbonlikni qilib, ma beshingni tushirish yoki qisqartish masalasi kelsak, her bir tal chechingning barobariga bir gunohingni kechirman va bir ajr beraman deydi qarindoshlar. O'limalar deydi, insonning beshida 300 ming dona chashva deydi. 300 ming dona. Ya Allah. O'ttir hesab bilan bir insonning beshida 300 ming dona chashva bo'lsa, o'ylab baqili. 300 ming savob birleşish bilan birga 300 ming gunohni Alloh kechirib o'taman deydi. Shuning uchun Rasul akram sallallohu alayhi vasallam kimiki gunoh qilmay, axloqqa yetmaydigan gap so'z, ish harakatlarni qilmay, boshqalar bilan jidallashmay haj qilsa, onustin tug'ma holat qaytadi deydi qarindoshlar. Mana mushunda kechirilsa, tosh assaq kechirilsa, tushsak kechirilsa, tavob qilsak gunohimiz kechirilsa, o'ylab boqinglar qarindoshlarimiz. Shuning uchun haj qilsak, onamizning tug'ma qaytishining sababimiz shu. Ammo deydi, sening shaytonga tosh etib bo'lib, qurbonlik qilib bo'lib, haramiga kelib, xoni Kabini tavob qilganingga kelsak, sen tavob qilgan chaqda senda faqatla gunoh qilmay deydi. Pakiz, ya Allah. O'ylab boqili. Ash uyimizdan birinchi qadamni qo'ygandan tortib gunohimiz kechirilibdi. Oxirisida xoni Kabini tavob qilgan chaqda sen pakiz, senda hech nima yo'q, mushunda holat bo'lib ketsan deydi. Shu chaqda sen tavob qilgan chaqda bir farishta kelib qo'lini sening mo'rangga qo'yib, ey Allohning bandasi, Allah subhanahu wa ta'ala burunqi gunohingni tal to'kis, cho'ng kichik hammani kechiryapti. Endi sen bu hajdinki ahvolingga qara. Buningdagi ahvolingga diqqat qil. Hozir Alloh seni paklab, anidan tug'ma qilib, oppa xasraqda qilyapti. Endi sen hajdan qaytib bo'lgandan keyin qag'in nima qildiganligini o'zing bil deydi dedi qarindoshlar. Mana buning bilan bu hadis sharif oyoqlashdi. Ya Allah. Men vaqtni demasam bu hadisni bir necha qatim deb bergan ba. Lekin qarindoshlarimning bu lentini ko'rgan vaqtida,
bu hadisni qayta anglab, yada elib, hajga bo'lgan arzusini hassilab oshirib, shu sababli Allohga duo qilib, Allah subhanahu va taolaning mushkullarga muyassar qilish uchun duo qilib, shu duolarni biz nima aslab duo qilib qo'yishni o'tinaman qarindoshlar. Bu bakkat hadis. Ya Allah, uyingdan chiqib haj qilman deb, ashta xona Ka'bani aylanib, ya'ni farz tavobni qilishlik bo'lgan jarayondagi barliq haj faoliyatlarininki savobini deb turdi. Endi biz azroq oqimizni qaytaylik. Xo'sh. Uyimizdan haj qilman deb chiqdik. Shunda bir qadam oldik yoki qatnash qurollar bilan bir qadam miqdordagi bir masofani bassak, demak bizning bir gunohimiz kechiriladi, bir savob yoziladi, darajamiz Allohning dargohida bir daraja ko'tariladi. Anan lekin miqatga kelib ihromdan iborat bu kapanni kiyimiz qarindoshlar. Hamda bu ihrom kiygan to'g'riliq Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda shunday deydi: "Ma min mu'minin yazallu yawmahu muhriman illa ghabatish-shamsu bi dhunubihi." Bir odam bir kun to'liq ihrom kiysa, ash kun o'ltirishi bilan tang o odamning gunohini tang yo'qaydi, tang tugaydi deydi. Bu ihrom kiyishning fazilati. Shuning Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mush ihrom bog'lasa qatti ortiq gap so'z qilmaydi qarindoshlar. Nima uchun? Ihromning ulug'ligidan, bu ihromni nima uchun bog'laganligini tushunganlikdan faqatliga qilmaydi deydi. Hamda bu ihrom hammamiz bilamiz ikki parcha raqdan iborat. Bu ihrom mundaqcha aytgan chaqda insonning kafalligi. Biz ruhimiz chiqib qabriga opirilish jarayonida kafallanamiz. Haj qilmoqchi bo'lsak, mana ihromdan iborat bir kafanni kiyimiz. Yeni bir xil holat bor kafan kiydigan. Qachon desak, bir odam o'zi qattiq bir gunoh o'tkazib, zodi o'limga mahkum bo'lganligini bilib, gunohini itrof qilib, padişahını aldığı bağa vaqtida kapanni qo'liga elib yoki kapanni kiyib boradi qarindoshlar. Biz bunda tarix kitoblarini o'qisak, mana mushundaq ahvol bor. Demak, bizning bu hajda kapan kiyganligimiz nimani bildirdi desa, ey Rabbim, o'tgan kunlar o'tdi. Men sen bilan yangi bir hayotni boshlash uchun gunohimni to'nib, gunohimga tövbe qilib, men qilmishimni itiraf qilib, İbrahim alayhissalomning ovoziga ovoz qo'shib, sening oldinga mana kapanni kiyib keldim deganlik bo'ldi qarindoshlar. Mana bu ihrom kiygan hojilarimiz bunu his qilsin. Men nurg'un odam bilan haj qildim. Bularning haj qilish jarayoni bilan haj qilmay normal turmushning o'tirsa faqat farq yo'q qarindoshlar. Bu Anas ibn Malik radhiyallohu anhu shunday deydi: "Men ihrom kiysam faqat Alloh rizoligi uchun gap qildigan, faqat qalaymagan gap qilmaydigan mushunda holati bo'latdim" deydi. Mana bu kapanni kiyimiz. Mana bu kapan bizga oxiratni eslatadi qarindoshlar. Biz Alloh jalla jallohuning oldiga haj qilganda qandoq bo'lsak,
oxiratdimi shundoq bordiganligimizni bildirdi. Allah subhanahu va taolo mana bu haj bilan kambag'al, boy, puxra, boshliqning o'tirisidagi farqini hammasini yo'q qildi. Chunki oxiratda hamma insonlar shundoq barobar bo'ladi. Men hojilarimga shuni iltijo qilaman. Siz kafanni kiygan vaqtida mana mushu tuyg'u bilan kiying. Dang, ey Robbim, men uyimni tashlab, bolarimni tashlab, nurg'un tusaqlarni büsüp o'tib, ajoyib jafo mushaqqat bilan sening oldinga gunohimni to'nib, mana bu kapalligimni kiyib keldim dang. Va dal shundoq bo'ling. Bu hajdan iborat Allah yaratib bergan bu fursatni hargiz qo'ldan bermang. Qarindishim, hamma hojilarning haji qabul bo'lavermaydi. Sizni anadan tug'ma qila oladigan, sizni udul jannatga akiralaydigan haj bo'lsa, qabul bo'lgan hajdir. Shuning uchun mash ihromdan boshlab, ihromdan chiqib toki ashxona Kabani farz tavob qilish bilan birga haj faoliyati tugaydi. Mush jarayondagi shaytonga tash etish, Muzdalifada turish, Minoda turish, Arafat turishdan iborat bu ibodatlarni cho'nqur tushuning. Biz darsimizda qadam-qadam buni tushuntiramiz qarindoshlar. Mana ihromdan boshildik. Ondan keyin Mina, ondan keyin Arafat, ondan keyin Muzdalifa, ondan keyin shaytonga tashatish, nima uchun shaytonga tashatimiz, nima deb Safa Marva qilamiz, mushni bir-birlab tushuntiramiz. Siz buni tushunib turib, buning hikmatini bilib turib haj qiling. Shu chaqda sizning hajingiz maqbul bo'lgan haj bo'ladi. Ondan keyin siz onadan tug'ma bo'la olasiz. Shuning uchun qarindoshlar, bu haqdagi tafsilotni anglamoqchi bo'lsanglar, diqqatinglar ekranimizning keyingi qismlarida bo'lsin. Allah, Allahu 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 Allah.